alayhi vasallam o'tgan zamonda qilib aytib beryaptilar. Alloh taolo ikkita kishini do'zaxdan chiqardi. Va ularga qarab, "Xo'p, bandalarim, sizlar o'zlaringiz qilmagan aybni jazosini ko'rdinglarmi? Ya'ni men sizlarga zulm qildimmi? Do'zaxga tushdinglar, azob ko'rdinglar. Mana men sizlarni chiqardim. Shu o'zing qilmagan aybni ham ko'rdingmi?" desa, "Yo Robbim, ayb qiluvdik, shu aybimizga yarasha seni adling, seni adolating. Nima azob ko'rgan bo'lsak do'zaxda, gunohimizga yarasha ko'rdik. Sizlarga xiyonat qilinmadimi? Adolatni ko'rdingmi? Bu meni adolatim edi. Shuni gaplashgani sizlarni chiqaruvdim do'zaxdan. Endi boring, qayting, joyingizga qayting" deb aytdi deydi. Qayerga? Do'zaxgami Robbim? Ha, qayting. Sizlardan shu savolni so'ragani chiqargan edi. Bittasi yugurib ketdi deydi do'zaxga qarab. Yugurganda ketyapti. Ikkinchisi joyida turibdi. Anu ketayotganga to'xta deb buyruq bo'ldi deydi. Boyaga to'xtadi deydi. Do'zaxga qarab yugurib ketayotgan. To'xtadi deydi. Anu joyida turib qolganga qarab, menga qara, sen meni buyrug'imni eshitmadingmi? Robbim, eshitdim. Men senga do'zaxga qaytib kir demadimmi? Deding Robbim, aytding. Unda nega do'zaxga qarab yurmading? Desa, Robbim, "Masan rahmatingdan umid qilibman. Sen meni do'zaxdan chiqargan vaqtingda mana Robbimning karomi, saxovati, fazli menga jilolandi deb o'ylabman. Endi men qaytib do'zaxga kirgizmaydi deb o'ylabman. Bu saxovati mana. Shunaqa umid qilibman Robbim. Juda ko'p umid qilibman. Chunki qotib qoldim men. Shuncha umidim nima bo'ldi deb turib qotib qoldim" desa, "To'g'ri o'ylabsan. Seni qaytib do'zaxga kirgizmoqchi emasman" degan Alloh taolo. Anu yugurib ketyapti-ku do'zaxga. "Men qara, sen do'zaxga kirding-a?" "Kirdim Robbim. Uni yeringlarini ichding." "Ichdim Robbim." "Qonlarini ichding." "Ichdim Robbim." "Olovlarini ko'rding." "Olovlarida tanang eridi. Boshqatdan tana berdik. U ham eridi. Yana boshqatdan teri berdik. Kiydiraverdik. Sen azoblanaverding. Shu azoblarni ko'rding-a?" "Ko'rdim Robbim." "Tatib ko'rding-a?" "Shunday boshimdan o'tkazdim." "Unda nega yana do'zaxga qarab yugurasan?" "Robbim, shu dunyodaligimda sen aytganingni qilmagan edim. Hech bo'lmasa oxiratda aytganingni qilay dedim. Dunyodagi aytganingni qilmagan edim. Oxiratda